Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzuriga u zot sollallohu alayhi vasallamning sahobalarining ichida bir kambag'alrog'i, shu ko'rimsizrog'i keldi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Kelishini menga Jabroil alayhisalom xabar qilgan kishi xush kelibsiz" dedi. Bu kishi faqir edi. Hali kishi menga o'xshaganini, ya'ni Jabroil alayhisalom meni kelishimni sizga aytdimi? Payg'ambarimiz aytdilar: "Na'am, ya axi, xomilun fil ard, alamun fis sama." Yerda e'tiborsiz bo'lgan, samoda esa sayyidlardan bo'lgan inson. Biz haqiqiy qadrimiz qanaqaligini Allohning huzurida borganda bilamiz. Biz aytmaylik boylik mukofot deb. Chunki Firavun boy bo'lgan, Qorun boy bo'lgan. Musulmonlardan ham boylari bo'lgan. Sulaymon alayhisalom boy bo'lgan, Abdurrahmon ibn Avf boy bo'lgan. Bu boylik, kambag'allik, u azizlik, xorlikning belgisi emas. Shuning uchun puli bor odam puli yo'q ustidan kulmasin.